Urushga borganmiz otaxonni mana Gitler hoji Stalin to'ran bir gap tuzaymi? Hali Stalinning navbati gap navbat Stalin to'ran. Mana Rasputin araxlarni qo'yib qo'ygan. Ona yana Gitler hoji Stalin to'ran mosop oldi. Gitler hoji dedi, ha, aka dedi. Ha, aka dedi. Seniki menikidan kichkina dedi. Tuzaymi? O mo'ylovni nazarda tutuvdi. Bu boshqa narsani tamlab qora polashlarni shotdi kiyib, aka solishaman seni. Dedi, "Svoy разбор" dedi, "Aralashma" dedi menga. Menga dedi. Aralashmay o'tiring dedi. "Svoy разбор" dedi. Bir oqni eshasi bor, meni ketvordi Gitler hoji. Nega paytda yo'q edi-yu? Ha, Gitler hoji o'ladi, bo'lmaydimi? Unda bo'lgan. Har neyseler o'lardi. Har neyseler o'lardi, qo'yaverasiz-da. Ukrainadan keyin ertadan bosh tomorqada o'tirsam Stalin to'ram kelib qoldi. Aka, Moslivda nemis bilan urushni boshlab qo'ydim aka. Aka. Tevasida o'zingiz turmaymasangiz bo'lmaydi. Jo'da ayil ko'nglimni baksam, evaziga nima berasan? Peshdastaxon berasanmi desam, 6 ta o'g'ilni o'rdan kelgan, hammasini beraman aka. Lo'lilarga sotib tirikchilik bo'ladi. Voy jalla. Ayni qarang. Qarang endi. Mayli ko'ngli o'lmasin endi Stalin to'ramda borib frontga bordik endi. Har bir paltolarni kiygizib qo'ygan, paltolarni yulduz men tuymalari bor, yaltir-yaltir qiladi endi. Men zamnachanlik bo'ldim men deb ko'chaga chiqsam 10 mingta zamnachanlik ashulab yuribdi. Otanglar vaziyatga men dedim. Fronting necha yil oladi desa, bir 5 yil, 4 yil bo'ladi aka. Dod bo'lmasam xotirasiga terak ekanman, ketgunimcha oldi sinchlik bo'lib qoladi. Desam qancha payhon qiladi, ekmaydi. Qancha keladi, payhon qiladi. Biz Chermetni bolalar bilan kelganmiz, Chorniy metalni bolalarimiz. Chalodi qopqoq qolmadi, tankangiz qoladi bular. Tankani chiqaraverdi, Chermetni bolalari o'g'irlab kelib, nemis yutkizdi oxiri. Bon, qarang, sizlarga yolg'on, menga afsona. Soat 5-6 da podyon. Bondotda o'qinglar. Urushda. 7gacha zaptir qilding, 12gacha period mana shu Zarodindan, za Stalindan deb men otilib chiqmang. Yana ayb bo'ladi, za Stalin demanglar dedi meni. Ertadan keyin za deb bo'lmaydi. Yana 12gacha urushamiz qarang. 1gacha abid. 4gacha tehiychas. Bo'q yeganlarga. Bo'q yeganlar yana yugurib yuradi. Mana 50 metr nariyada o'qarida nemis yotibdi, mana olti rota. Jibad yotib, o'q yo'q, o'q. Shu o'qni otaverdi ya. Meni otaverdi. Oxiri endi o'qinglar bormi desam, yo'q aka, nemislar ham meniki. Oxiri zerikib ketib, futbol o'ynaymiz qani O'zbekiston, Germaniya. Tarixda yozilmay qolib ketgan Germaniyani O'zbek yutgan ashulay. Bitta golga 4 ta o'q, u ham zapis. O'q yo'q. Ertaga beraman. Bular yana, ular ham o'shunda o'rgandi lekin. Ashtonanga. Ha, bu vagonda o'q keldi, teng bo'linglar dedi, insof bo'lsin dedi. Insof qilinglar, ular ham dedi. Umidman kelgan ashlar. Teng bo'lib, hamma teng, oshopinglarga yotinglar. 1-2-3 otamiz dedi. Katta otam. Endi aşağıdan ki ot yaptı dedim. Martim on bir şart turib berishsa, bitta shu nomuti ketmasin shu bolalar ham nemis bolalar. Umidman ketdi, bitta ikkita yerda ot yeydi dedi. Nomut olmasın, men shu to'rondan san bir mard yo'q. Oxir o'zim katta turdi, men o'q tegaverdi. 2 metr nariyada bir nemis yaqin kelib ot yaptida, tarafsiz otib turibman. Yarim soat otdi, indamadim.
Ot bo'ldingmi desam, ha aka, ot bo'ldim. Naqi bir avtomat deydi. Ben olib sindiraman deyman, tizam oriydan avtomat sindiraman. Tepmang meni nonam bu deydi. Yaxshi amali nimada o'q Xitoyda ekan, tegadi tuyim olib qaytib chiqdi. Qarang. Keyin buroqdagi endi front desa sizlar yaxshi bilmaysizlar-da. Ya'ni qanaqa havo havosini olib bermaysiz. Mana shu frontda men mana shu yerda quyosh mana shu yerda turibdi. Vos, sharrash yomg'ir yog'yapti, tuman. Qor tuzda qo'ynoy qatqalaq. Teng keladi. To'rt fasl teng kelib turadi. Yine bir ayına gittiler, hoca uşak oldu ki dedi. Hala dedi. Yığılap, kucaklaştı yol endi mana. Yig'lab ko'rishasiz. Gitler hoca bilan. Ko'rib qoldingmi? Ko'rib qoldi, keyin aytadi, yig'ilab, kucaklaştı. Oboringlar lagerga bular. Endi bir lager desa ko'rchilar, bu cho'pelar ichamiz desa, bu ko'nis lager ekan. Ko'kka piyoz torg'ab ham yo'radigan joy. O'z qo'rqdi yo'q. Bularcha yemagandan biroq chiqmaydi. Endi ne? Kendi bo'lgan ular oxirida. Yana keyin dedi, kim gitti hoji ammaga kim dedi, og'ziga olganlar dedi, qo'yveraman. Olmaganlar dedi, otib yuboraman, peshonasidan otib yuboraman dedi. O'targ'ili adirib em qo'ydi. Ketaverdi, qarasam ketyapti, uzoqda ketyapti. Ular hajalli mamarayim ham hijolat olmasin deb teskari qarab chiqib munosabat ketyapti. Ha, siz nima qilgan? Ha, men shatta chiqib peshonamdan otib yubordim. Aşağılarda öyle ketganman. Hükmet. Peshonamdan otib yubordim. Çolagan akasitasiz. Aşağıda o'lib ketganman. Aşağıda o'lganman men. Ularga o'lganman. Aşağıda o'lib Yaxshi ketganman. kerak. Ha, otaxonang ajoyib odam bo'lgan ekanda, o Gitler. Hozir ko'rishtirasizlarmi Gitler? Ha. Bormi hozir? Az gelip kandiydiler. Ko'rsa. Ular endi mana ikkita chol 90 bu yoqda endi yaqinda o'lamiz endi undan ko'ra bir domlarga borib qizlar bilan olsa qoldi ikkinsan dedingmi deb kelyapsa bittasi to'xtab qolibdi olsa qol duxingiz yetmayaptimi desa endi duxi yetadi ana u qizlaringiz yoshingiz o'tib qolibdi qarib qolsan deb unamasa nima qilamiz desa ikkinchisi unamasa qo'yna unab qolsa nima qilamiz Unab qo'ysa nima qilamiz? Gitler hoji. U endi ash paytlarda otilib qolib ketilgan yo'da. Hozirgi paytdasachi? Hozirgi paytda hozirgi o'g'lar endi yomon tamam. Otmas ham o'lib qolaveradi. Ha, hoji aka. Qanaqa biriklarimiz bor ekan. Pizdez gap bor. Gitler hoji yomon aka.